kunlarda bolalar bor xonalarga konditsionerni ishlatish foydalimi yoki zararmi? Havo harorati ko'tarilib ketgandan so'ng ayrimlar zarar deb konditsionerni o'chirib qo'yish, xona harorati ko'tarilgandan so'ng esa televizor qilib qo'yish, ya'ni derazani eshikni ochib qo'yish holatlari kuzatiladi. Konditsionerdan ko'ra mana shunday holatlarda, ya'ni ikkita tomonlama ochiq eshik va derazalar o'rtasida yotgan bola ko'proq shamollaydi. Chunki bunda shamol kirishi har doim bir xil bo'lmasdan, shamol kirmay turgan holatlarda yoki eshik yopiq turgan holatda bolani terlashi, ochilganda esa yana shamol kirish hisobiga bola ko'proq shamollaydi. Agarda umumiy holga qo'yilgan konditsioner va eshiklar ochib qo'yilsa yoki sleep rejimiga qo'yilib qo'ysa, konditsioner va 26-27 gradusda tursa, bola uchun hech qanday zarari yo'q. Ammo konditsioner o'z o'rnida havo namligini kamaytiradi va quritish effektini beradi. Shuning uchun bola bor xonaga albatta havo namlovchi moslamalardan foydalanishingizni tavsiya beramiz.